Hoji aka, istalgan joyga o'rnatsa bo'ladigan, ustanovka qilsa bo'ladigan qo'yxonalar chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, nimaga o'ylanasiz aka? Qarang. Yig'ilib sochiladigan taxta qo'yxonasidan zerikkan akalarga mana ustani chiroyli holatda alohida kletkali qo'yxonalarimizni chiqarib qo'yganmiz. Xohlagan turlaringni Xudo xolasa chiqarib berish imkoniyati bor. 3 yildan oshiq tajribamiz bor. 3,5 yilga yaqinlashib qoldi. Ish faoliyatimizni boshlaganimizda to'g'ri ketaylar qo'yxonalar har bir turidan bor. Xudo xolasa общийlik hammasini yaxlit boqaman deganlarga yaxlitidan bor. Общийlik deganlarga общiyligidan bor. Bundan tashqari ikkitadan so'raganlar, ikkitadan turadigan qilib qo'ysa bo'ladiganlarga mana ikkitadan 6 tadagi variantlardan bor. Tomli deganlarga tomli varianti, yer qo'ra deganlarga yer qo'ra variantlardan qilib beramiz. Qaranglar, narxi ham xudo xolasa o'ziga yarasha juda qimmat emas. Shu holatda 2 xonali yig'ilib sochiladigan xudo xolasa sifatli qo'yxonalarimiz o'rtasini olib qo'ysalaring bo'ladi, razborni bo'ladi. Narxlari 2 million 600 ming so'mga chiqyapti. Shu holatda tayyor bo'lishi qaranglar. Agar tomsiz variantda so'rasalaring, tomsiz variantlardan ham qilib berish imkoniyatlari bor. Xudo xolasa poltaxtasi ham ancha munchaga eshilib o'ynab ketmaydi. Xudo xolasa qalin bo'ladi. Poltaxtalar mana ko'rishlaring mumkin. Eniga 9 sm ga, qalinligi 3 sm atrofida bo'ladi poltaxtasini. Narxi 2 million 600 ming so'm, 2 xonali variantdir. O'rtasida to'sig'i bo'lmasa, tomi bo'lmasa, narxlari pasayib boraveradi. Bundan tashqari 360 lik variantlarimiz bor. 360 ga eni 1,5 metr, har bir xonasini kletkasini razmeri 120 ga 1,5 metrda tashkil qiladi. Bularimizni rishotkalarni olib qo'yganlaringda 8 tagacha qo'ydi. Bemalol boqsalaring bo'ladi. Yig'ilib sochiladigan varianti. Narxlari 4,5 million so'mga tayyor bo'lyapti. 6 ta, 8 ta qo'y boqsa bo'ladigani. Bundan tashqari arzonrog'idan deganlarga mana arzonrog'idan 4 ta qo'y boqsa bo'ladigan sharoitli variantlaridan. Razmerlarimiz 2 metrga, eni 1,5 metr, yig'ilib sochiladi, poltaxtali ko'chma qo'yxona. Bularimizning narxi 2 million 400 ming so'mga chiqyapti. Bundan tashqari yana ham kattaroq variant deganlarga o'rtasidan to'ssa bo'ladigan variantida mana rishotkasini olib qo'ygan holatda, shu holatda bo'ladi. Mana o'rtasida rishotkasi turibdi, qo'yib qo'ysalaring, har bir xonasiga ikkitadan 4 ta qo'ydi, qo'chqorni yoki sog'liqni boqsalaring bo'ladi. Eko tarafdan mana eshiklarni qilib qo'yilgan, tushirib chiqarsa bo'ladi. Narxlarini akalar 3 million 300 ming so'mga chiqarib beryapmiz. 2,5 metrga, endi 1,5 metr variantlar. Bundan tashqari mana bunaqangi to'q xitaylarimiz bor, oxirchalarni qo'yib beriladi. Yerda yuradigan to'g'lar uchun narxlari 950 ming so'mdan, xudo xolasa, razmeri 2 metrga, endi 1 metr, balandligi 1 metr variantidan. Mana poltaxta qatirish jarayoniga tayyor qo'yxonamiz. Bundan tashqari yerda общий yuradigan, gala yuradigan qo'ylar uchun mana bunaqangi oxirlarimiz bor. Qaranglar. Ustiga somonlarni shuni tashlaysizlar, hashalarni, bedani shuni tashlaysizlar. Bo'ldi, sochilib yotmaydi, hammasi akkuratniy darajada turadi. Kerakligini qo'y kelatda, men aytdim, kallasini tiqatdi, tortib o'ziga kerakligini yeydi. Qolgani mana oxirda o'ziga tushadi. Oxirda ham yuvib chayqab bemalol foydalansa bo'ladi. Aksinkovka listlardan tayyorlangan, zanglamaydigan. Xudo xolasa mana tortasizlar, chiqarasizlar, yana joyiga surib qo'yaverasizlar. Tepasi setkalari ham olinadi. Narxlari 1,5 million so'mdan. Bu oxirlarimiz 16 ta qo'yga, bir tarafda 8 ta qo'y, ag'adan yana 8 ta qo'yga. Mana 2 xonalikda tomsiz variantidan deganlarga tomsiz variantda narxlari 2 million 200 ming so'm chiqyapti. Yig'ilib sochiladigan, razborka bo'ladi yonida. Poltaxtalar sasna bo'ladi. Terak boshqa narsalar ishlatilmaydi. Poltaxta sasna qalinligi 3 sm ga, endi 9 sm. 4 xonali qo'yxonamizning narxlari 4 million 400 ming so'm chiqyapti. Uzunasiga 3 metr, eniga 1,5 metr, razborni bo'ladi. Yig'ilib sochiladigan. Shunaqangi qo'yxonalar zal bo'lsa, pastda raqamlarga bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Rishotkalarni olib qo'ysalaring, akalar. Общийlik bo'ladi, bir 6 tagacha qo'ydi, sig'dirib olsalaring bo'ladi. Agar maydalar qo'yizlar bo'lsa, ko'proq ham ketaveradi. Biz endi asobiy o'sha katta qo'ylarni hisobini olingan bu qo'yxonalar hammasida. Undan tashqari o'zlaringa yana qanaqangi qo'yxonalar yer qo'ra zarli bo'lishi mumkin. Boshqa turdagi qo'yxonalar agar bizning razmerim bilan kelishilgan holda qilib berish imkoniyatlari bor. Men aytdim, mana kraskadan yangi chiqqan varianti, tomli variant bo'lyapti, 4 metrli variant bo'lyapti. Bundan mana kraskaga tayyorlanayotgan jarayonidagi variantlarni. Teximiz birinchi ishlab chiqaruvchini o'zi, xudo xolasa. Bundan tashqari pechkalar yasaymiz. Pechkalar zal bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Man chorasiga Alloh barak bersin.